Qulayli tarafi bu ichida qolib ketmaydi. Molda yemini ustiga sep bersanglar ham oshqozoniga bemalol mana bu ichki qismiga keladigan bo'lsak, assalomu alaykum master class kanalimizning kuzatuvchilari. Bugungi kunimizni ham yangiliklari bilan boshlab oldik. Universal monsterlarimiz va bundan tashqari baliqchilik uchun, parrandachilik, chorvachilik uchun hamma texnikalar, keng turdagi assortimentlar yetib kelgan. Hafta kuniga seshanba 2026-yil 27-yanvar ko'rib o'tishinglar mumkin. Yangiliklarimiz yetib kelgan. Hozir tushirish jarayonlari ketyapti. Buni O'zbekistonda yagona bo'lgan universal monsterimiz yetib keldi. O'zimiz zakaz asosida buyurtma qilib yetkazib olib keltirdik bu narsani. Buni batafsil ramalarga terib, motorlarini qatirib, ishlatib, tekshirib yurgizib beramiz. Video davomida bizdan uzoqlashmang, videomizni kuzatib boring. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, endi bu O'zbekistonga kirib kelgan universal monsterimizni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Don mahsulotlari bilan va mana bunaqa quruq hashaylarni chiqarib ishlatib ko'ramiz. O'zini komplektida hozir ichida donniki turibdi. Hammasi bo'lib 5 xil setkalari bo'ladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu hashakka va don mahsulotlarni yorma holatga buyurtma asosida chiqarib bersanglar ham bo'laveradi. Bemalol aholiga xizmat ko'rsatish yem do'konlarga ishlatib foydalanishinglar mumkin bo'ladi va katta fermalar uchun ham tavsiya qilamiz. Bemalol xizmatinglarni qilib beradi. Buni o'zini tanishtirib o'tadigan bo'lsam, xo'p, mana bu pasportida modeli 50lik model deyiladi. Eniga 40 lik setga tushadi. Bunga 15 kilovatli 380 ga ishlaydi. Ya'ni 3 faza deb qo'yiladi xalq tilida. Bunker obroti 3400 obrot bo'ladi. Motor obroti esa 1500 obrot bo'ladi. Sababi mana bunaqa shkif orqali obrot kattaytirilgan bo'ladi bunker qismi va shu ishlayotgan holatida bir soatiga 2 tonnadan 2 tonna 600 gacha har xil turdagi don mahsulotlarni un ko'rinishda yoki yorma ko'rinishda maydalab beradi. Sof og'irligi 400 kg bo'ladi. O'zini og'irligi ko'rib o'tishinglar mumkin. Ham pilisosli, juda ham qulay. Rushnoy tepadan sosanglar ham bo'laveradi. Makka sotasi bilan, jo'xori sotalari bilan tashab bemalol bu joydan stiklonidan tushirsanglar qoplab sharoitga oson bo'ladi qoplashga va bunisiga turba qo'shimcha ulasangiz ham bemalol mana bu ulitkani kuchi yetadi. Sababi buni boshqa xonada va mana stiklonni boshqa xonaga olib o'tib turib bemalol montaj qilib olsanglar ham bo'ladi. Ishlatayotgan holatingizda umuman changimaydi. Bu tarafdan chang chiqadi, bu tarafdan esa don mahsulotlar tushadi. Maslini, pachimnilar bilan jihozlangan, ko'rib o'tishinglar mumkin. Motor qismlari 100% misad motkali bo'ladi. 3 ta remen orqali harakatlanadi bularimiz. Mana bu tarafidan har xil turdagi ho'l va quruq hashay mahsulotlarni chiqarib mana shu joydan otishinglar mumkin bo'ladi yoki stiklondan un ko'rinishda har xil razmerini, setkalarini qo'yib olib ishlatsanglar bo'ladi. Yana bir qulayli tarafi bu ichida qolib ketmaydi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Bunisi ichki mishalkasi bo'ladi. Bunisi stiklonga haydab beradigan o'qi bo'ladi, vali, burama vali. Ochib yopish juda ham oson. Ishlatib bo'lib, umuman tozalashga hojat yo'q, o'zida qoldirmaydi. Hozir buni sizlar bilan birgalikda ishlatib, tekshirib, yurgizib ko'rsatib beramiz. Birinchi mana bu dondan boshlaymiz. O'zi tortib turib bu joyga tushiradigan holatda.
Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, juda ham mayin holatda bu molda yemini ustiga sep bersanglar ham oshqozoniga bemalol yuqadigan holatda qilib beradi. Bu yana ham sal yiriroq setkasi, bundan ham mayin setka qo'yib chiqarishinglar mumkin bo'ladi. Undan ham mayin pudra holatga keltirishinglar mumkin. Zakasga qarab turib yorma yoki shunaqa un ko'rinishda chiqarib bersanglar ham bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, endi donni o'zini chiqarib ko'rsatib berdik. Endi jo'xori sotasi bilan chiqarib ishlatib ko'ramiz endi. Dilshod og'a, yo'q, Ha, Amirjon soling. Yurdi. Ha. Acho. Mana bu oxirigacha to'xtab olsin. Aha. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, jo'xori sotasi bilan chiqqan holati ko'rib o'tishinglar mumkin. Mayinligini qarang buni. Juda ham mayin qilib yuboradi. Mollarga yuqadigan bo'lganda tayyor. Bemalol oshqozoniga yuqadi. Shuningdek, kepakdan zo'r effekt beradi. Jo'xori sotasi bilan chiqargan holati bu. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham mayin holatda qilib yuboradi. Endi buni har xil razmerga qo'yib foydalansanglar ham bo'laveradi. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz,
Setkalarni almashtirish oson. Ya 80 mi? Mana bunisi donni setkasi. Hozir quruq hashaydi. Setkasini almashtirib, Buni o'lchab, hashay chiqarib ishlatib beramiz. Bilmayman. Beraman deb shunday deyapti-da, shunga beraman deyapti. Setka zashtalarini qatirib oldik, ikkita bolt orqali. Mana bu ichki qismiga keladigan bo'lsak, malotoqlari ham qirrali bo'ladi. Tezda mayin qilishga juda yordam beradi. Jami soni 42 ta bo'ladi bunisi. Bunisi esa kombayn pichog'i Po'lat yana bu, hammasi kalyonli po'lat. Kalyonli qattiq materialdan qilingan. Mana bu jodi pichoqlari ham kalyonli, hashay soladigan tarafida 4 qator bo'ladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Ichi juda ham zid joylashgan hammasi. Umuman ancha-munchaga o'lmaydi. Toshboshlarni bemalol maydalab ham yuboradi. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, donlarning chiqishini ko'rib o'tdinglar. Endi bu tarafdan hashay mahsulotlarni ishlatib tekshirib beramiz. Qoyalarni. Qattiq qoyamiz Bu kirishini ochib qo'yamiz. Kirish tomon tunikasi. Yahvor oling. Qalinligini ko'rsating buni, hozir shuni maydalab qarang. Ha. Mana qalinligi. Mana quruq hashagimizni ham chiqarib oldik. Mana bunga to'ka bir ko'rsataylik. Ko'rsating. Mana bunisi esa juda ham mayin holatda, silosdan ham mayin. Umuman qusoq-qusoq qilib kesmagan bu. O'rtada yog'ochini ham juda ham mayin qilib yuborgan. Bemalol bundan chiqqan hashay mahsulotlarni umuman chorves isrof qilmaydi. Va qolaversa mana bu joydan chiqarib foydalanishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana shu shunday olib qo'ysanglar, bu tarafdan hashay xonaga bemalol bosib qo'ysanglar ham bo'laveradi, bemalol. Hurmatli Bao kompaniyasining kuzatuvchilari, universal monsterimizni ishlatib tekshirib yurgizib oldik. Mana bu jo'xori sotasi bilan chiqargan holati, mayin kepay holati va bunisi esa donni o'zi un ko'rinishda qilib yuboradi. Har xil razmerda chiqaraveradi, yorma ko'rinishda yoki un ko'rinishda. Mana bunisi esa quruq poyani chiqarib berdik. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham mayin, silos qilib yuboradi. Universal monsterimizni narxlariga keladigan bo'lsak, 15 kilovatligimizning narxi 12 ta viloyat dastavkalari ichida $1600 qilib yetkazib beramiz va bundan kichikroq varianti ham bor. 11 kilovatligini esa $1300 dan O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Manzilimiz Toshkentga kiraverishda Erkin posti yonida Arkbuloq savdo majmuasini to'g'risida joylashgan. Bemalol tashrif buyurishinglar mumkin bo'ladi.